kitobiy bilim degan ibora bor, kim biladi? Bilasizlarmi? Bu ibora nima degani? Bu degani siz kitobdan o'rgandingiz bir narsani, o'rganaverasiz, lekin amalda oshirmaysiz. Bizning bitta marketologimiz bo'lardi. U marketologimiz vashshi realni aqlli edi. Shunaqangi aqlli ediki, har bitta o'sha marketingoviy iborani kim aytgan, qachon aytgan, kim tomonlama aytgan, hammasini aytib berardi. Majlislarda ham u xo'jayinlar bilan o'tiradigan bo'lsak, hamma uni og'ziga qarab turardi. Prям shunaqangi aytib berardiki, shunaqangi o'zini sotishi bilardiki, hamma qarab turardi, lekin stabilni 3 oydan keyin o'zining ishini yo'qotardi. Nimaga? Chunki unda kitobiy bilim. Chunki u bir narsani o'rgangan, lekin amalda qilishni bilmaydi. Shunaqa. Ya'ni u o'zini sota oladi, 3 oy srok so'raydi, strategiya so'raydi, marketingoviy narsalarni so'raydi, hamma narsani oladi-da, lekin amalda qo'llanmagani uchun stabilni 3 oydan keyin ishini yo'qotadi. Eslab qolinglar, 90% holatda o'qish boshqa, ish boshqa bo'ladi. Kurslarda, universitetlarda, maktablarda sizlarga skelet beriladi, ya'ni asos beriladi. Uni qanaqa go'sht bilan to'ldirishingiz, nima bilan to'ldirishingiz faqatgina sizlarga bog'liq.